Inson borki, gunohlarsiz yashash qiyin. Lekin musulmon odam undan qutulish uchun doim harakat qiladi. Tug'ilgan ilk kundagidek ma'sum bo'lishni istaydi. O'zi bilgan, bilmagan, birovga aytgan va ayta olmagan, bo'ynidagi yuk bo'lib turgan, qalbini o'rtab yurgan gunohlardan poklanishni xohlaydi. Olamlar Robbisi mehribon, bandalariga rahimli. Bandasini gunohlardan pok bo'lish uchun imkon beradi. Yo'q, imkoniyatlar beradi. Quyida biz hadis shariflarda keltirilgan va xabar berilgan onadan tug'ilgan kundagidek gunohlardan pok qiladigan amallar haqida so'z yuritmoqchimiz. Shoyat muslim va muslimalar ularni ixlos va iymon bilan ado etsalar, xuddi onadan tug'ilgan kundagidek gunohlardan pok bo'lish sajatmas. To'g'rida barchamizda gunohlar bor. Ularni birovga ayta olmaysiz. Tezroq qutulishni istaysiz. Ana shunday gunohlardan qutultiruvchi amallarning birinchisi haj qiluvchi musulmon. Kimki Alloh uchun haj qilib, buzuqlik va janjal qilmasa, onasi tuqqan kundagidek bo'lib qaytadi deganlar Rasululloh alayhissalom. Bu amalda faqatgina o'zi gunohdan poklanib qolmay, maqbul hajning mukofotiga qo'shimcha ravishda qarindosh urug'lardan 400 nafar odamni shafoat qilish huquqi ham berilishi mumkin. Bu haqida payg'ambar alayhissalom hoji oilasidan yoki qarindosh urug'laridan 400 nafar odamni shafoat qiladi va gunohlaridan onasi tuqqan kundagidek bo'lib qaytadi deganlar. Ikkinchi amal sovuqda tahorat qilgan odam. Imom Dorimiy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis sharifda qish kunlari tahorat qilib, 2 rakat ixlos va e'tiqod bilan namoz o'qisa, onasi tuqqan kundagidek gunoh va ma'siyatlardan pok va pokiza bo'ladi. Bu haqida Rasululloh kimki quyosh tafti ozaygan, ya'ni qishning izg'irin va qahraton kunlari payti turib tahorat olsa, tahoratini go'zal va chiroyli qilib 2 rakat namoz o'qisa, gunohlardan xuddi onasi tuqqan kundagidek pok bo'lib chiqadi deganlar Habibimiz. Mana qish kunlari ham yaqinlashyapti. Yalang'ochlar ham majbur kiyinadi. Musulmon kishini fitnaga soladigan holatlar kamayadi. Qish mo'minning bahoridir deb bekorga aytilmagan. Uchinchi amal mayyitni yuvuvchi g'assol. O'lik yuvish musulmonlar zimmasidagi vojib amal bo'lib, uni omonatli va diyonatli, o'likni ayb nuqsonlarini gapirib yurmaydigan, o'lik yuvishni shar'iy qoidalarini biluvchi kimsalar ado qilmog'i zarur. Rasululloh alayhissalom bu haqida ilmi bor bo'lsa, sizlardan mayyitga eng yaqiningiz o'lik yuvishga tursin. Agar bilmaydigan bo'lsa, sizlarning ichingizdagi parhezkor va omonatdor kishi bu ishni qilsin deb bunday deganlar. Kimki mayyitni yuvishga mas'ul bo'lsa, unda omonatni ado qilsin. Ya'ni undagi bor narsalarni, nuqson va kamchiliklarni yashirsa, gunohlardan xuddi onasi tuqqandek pok bo'ladi dedilar alayhissalom. 4-amal umra